Assalomu alaykum hurmatli Naqshi kitob do'konining obunachilari. Bugun sizlar bilan do'konimizda mavjud bo'lgan qalamli qurollar haqida gaplashamiz. Dastlab ruchkani yoqib olamiz. Kitobni ocharkanmiz, bu yerda qorlar ro'yxati bor biz uchun. O'zimizga kerakli qorlarni tanlab olamiz. Kitobimizning bu tomonida tarjimalar keltirilgan. Bu yerda o'zbekcha va boshqa Yevropa va Osiyo mamlakatlarining tillarida ham bemalol Qur'on kitobimizni tinglashingiz va o'qishingiz mumkin. Bu yerda ovoz ko'taradigan joylari, ovoz pasaytiradigan joylari ham mavjud. Va navbatdagi kichik kitoblarimizni, shayximizni hadis hayot kitoblari, aqoidga oid kitoblarni ham bemalol ushbu ruchka orqali tinglab eshitishingiz mumkin. Bu yerda nasihatlar jamlangan, ushbu nasihatlarni ham eshitishingiz mumkin.